6-dars. Mavzu: kompyuter va uning tuzilishi. Kompyuter nima? Kompyuter avtomatik mashina. Kompyuter oldindan berilgan dastur bo'yicha ishlaydigan avtomatik hisoblash mashinasidir. U inson aralashuvisiz murakkab vazifalarni bajarishga qodir. Universal qurilma. U axborotni samarali qayta ishlash, saqlash va chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan universal qurilma hisoblanadi. Bu uning ko'p qirrali bo'lishini ta'minlaydi. Texnologik revolyutsiya. Dastlabki kompyuterlar elektron lampalar asosida ishlagan bo'lsa, hozirgi zamonaviy kompyuterlar ixcham va quvvatli mikroelektronika texnologiyasini qo'llaydi. Kompyuter turlari: superkompyuterlar, katta kompyuterlar, shaxsiy kompyuterlar. Superkompyuterlar 1 sekundda trillionlab amallarni bajarishga qodir bo'lib, ular global ilmiy tadqiqotlar va murakkab hisoblash masalalari uchun ishlatiladi. Katta kompyuterlar katta xonalar, banklar va ilmiy tashkilotlarda keng qo'llaniladi. Masalan, IBM misol bo'ladi. Ular katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan. Shaxsiy kompyuterlar (RSlar) eng keng tarqalgan kompyuter turi bo'lib, ofis ishlari, uyda foydalanish va ko'ngilochar maqsadlar uchun mo'ljallangan. Masalan, noutbuklar, planshet, smartfon, damashq kompyuterlar. Kompyuterning asosiy qurilmalari: protsessor, xotira, tizim bloki, monitor, klaviatura va iskoncha. Protsessor u kompyuterning miyasi hisoblanib, barcha hisoblash va mantiqiy amallarni bajaradi. Xotira ma'lumotlarni vaqtinchalik va doimiy saqlash uchun mo'ljallangan. Tizim bloki barcha ichki qurilmalarga joylashgan asosiy blok bo'lib, kompyuterning ishlashini ta'minlaydi. Monitor ma'lumotlarni vizual shaklda ko'rsatib, foydalanuvchilarga natijalarni aks ettiradi. Klaviatura va iskoncha bu qurilmalar yordamida foydalanuvchi kompyuterga ma'lumot kiritadi va uni boshqaradi. Protsessorning roli va ishlash prinsipi. Protsessor yoki markaziy qayta ishlash bloki CPU kompyuterning asosiy miyasi bo'lib, barcha hisoblash va mantiqiy operatsiyalarni bajaradi. Uning ishlashi kompyuterning umumiy tezligi va samaradorligini belgilaydi. Buyruqlarni bajarish, dastur buyruqlari, ko'p yadroli ishlash. Protsessor arifmetik, mantiqiy, solishtirish va ma'lumot uzatish kabi buyruqlarni bajaradi. Har bir buyruq ma'lum bir vazifani amalga oshirishga qaratilgan. Dastur buyruqlari. Dasturlar protsessorlarga o'z vazifalarini bajarish uchun buyruqlar to'plamini taqdim etadi. Bu buyruqlar ketma-ket bajariladi, natijada dastur ishlashini ta'minlaydi. Ko'p yadroli ishlash. Zamonaviy protsessorlar ko'p yadroli bo'lib, bu ularga bir vaqtning o'zida bir nechta vazifani samarali bajarish imkonini beradi. Bu parallel hisoblash kompyuterning umumiy unumdorligini sezilarli darajada oshiradi. Xotira turlari va ularning vazifalari. Kompyuter xotirasi ma'lumotlarni saqlash va ularni qayta ishlash uchun muhim rol o'ynaydi. Uning asosiy turlari ma'lumotlarning vaqtinchalik yoki doimiy saqlanishini ta'minlaydi. Ular tezkor xotira, RAM, qattiq disk, HDD va SSD. Tashqi xotira. Tashqi xotira bular USB fleshka, DVD disklar. Tezkor xotira ishlayotgan dasturlar va ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlaydi. Kompyuter o'chirilganda RAMdagi ma'lumotlar yo'qoladi, ammo u protsessorga tezkor kirishni ta'minlaydi. Qattiq disk uzoq muddatli ma'lumotlar saqlash uchun mo'ljallangan. HDD mexanik qismlarga ega bo'lgan bo'lsa, SSD qattiq holatda xotira bo'lib, tezkor ishlaydi va chidamliroqdir. Tashqi xotira USB fleshka disklar, CD, DVD disklari va bortda saqlash xizmatlari kabi tashqi vositalar ma'lumotlarni ko'chirish va zaxiralash uchun ishlatiladi. Bu xotira turlari ma'lumotlarga qulaylik kirishni ta'minlaydi. Qo'shimcha qurilmalar kompyuterning asosiy funksiyalarini kengaytirish va foydalanuvchi bilan o'zaro aloqani yaxshilash uchun ko'plab qo'shimcha qurilmalar mavjud. Ular kompyuterning imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Printer, skaner, tarmoq kartasi, web kamera va mikrofon. Keyingi darsda bu narsalar uchun отдельный mavzu o'tiladi. Kompyuterning ichki va tashqi qurilmalari o'rtasidagi aloqa. Kompyuter tizimining barcha qismlari samarali ishlashi uchun ular o'rtasida uzluksiz aloqa muvaffaqiyatlashuv juda muhimdir. Bu aloqa bir nechta asosiy mexanizm bilan orqali amalga oshiradi. Boshqaruv qurilmasi, kiritish-chiqarish qurilmalari, shinalar. Zamonaviy kompyuterlarning rivojlanishi.
Kompyuter texnologiyalari doimiy ravishda rivojlanib, bizning hayotimizni o'zgartirib kelmoqda. Mikroelektronika va integratsiyalar rasmlar ortishi kompyuterlarning hajmini kamaytirib, ularning ish faoliyatini oshirmoqda. Bulardan erta kompyuterlar, IBM Retina versiyasi, Apple Macintosh, mobil qurilmalar davri. Dastlabki kompyuterlar juda katta va qimmat bo'lgan. Ular asosan ilmiy hisoblashlar uchun ishlatilgan. 1980-yillarda IBM shaxsiy kompyuterlarini taqdim etdi. Bu esa kompyuterlarni keng jamoatchilikka ommalashtirdi va biznesda inqilob qildi. Apple Macintosh grafik interfeysi bilan foydalanuvchiga qulaylik yaratdi. Bu esa kompyuterlar bilan ishlashni intiqroq qildi. Mobil qurilmalar davri. Bugungi kunda milliardlab shaxsiy kompyuterlar, noutbuklar, planshetlar va smartfonlar kundalik hayotimizdagi ajralmas qismga aylandi. Xulosa: kompyuter hayotimizda. Kompyuterlar bizning zamonaviy dunyomizning asosiy poydevoriga aylandi. Ularning tuzilishini tushunish, texnologiyalarni yanada samarali ishlatish yordam beradi. Ular ajralmas vosita, texnologiyani tushunish, kelajak istiqbollari. Kelajakda sun'iy intellekt va kvant kompyuterlarning rivojlanishi kutilmoqda. Bu yangi texnologiyalar insoniyatning imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.